Sport sohasidagi imkoniyatlar bugun yoshlarimizni jahon arenalarida salmoqli natijalarga erishishiga zamin yaratmoqda. Davlatimiz rahbarining sportni yanada ommalashtirish bo'yicha belgilab berilgan vazifalar joylarda samarali tatbiq etilmoqda. Mavzuni poytaxtimizdagi Shayxontohur tumanida amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettiramiz. Davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida jismoniy tarbiya va sport sohasini yangi bosqichga ko'tarish, aholini ommaviy sportga keng jalb etish, seleksiya va tayyorgarlik tizimini takomillashtirish hamda sport infratuzilmasidan samarali foydalanishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab berilgan edi. Shuningdek, yig'ilishda sport sohasidagi ayrim kamchiliklar ham sanab o'tilib, hududlarda sportni rivojlantirishga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotgani tanqid qilinib, hudud rahbarlariga aniq vazifalar belgilab berildi. Ushbu topshiriqlardan kelib chiqib, Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida ham amaliy chora-tadbirlarga kirishildi. Selektor yig'ilishidan so'ng tumandagi joylashgan sport maktablari, sport inshootlari hammasi bir sidra tahlil qilib, tanqidiy bir tahliliy ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqish yakunlari bo'yicha shu xulosaga keldikki, workoutlar, sport maydonchalari, futbol maydonchalari, umuman sport maktablarimiz ta'mirga muhtoj joylar bor ekan. Hali juda ham ko'p qiladigan ishlarimiz ko'pligini o'zimizga belgilab oldik. Reja qilganmiz tumanimizda bitta yangi maktab, bitta yangi bog'cha, xususan bitta yangi sport maktabi barpo etishi, bundan tashqari tumanimizda yil davomida qariyb 15 ga yaqin maktab va bog'chalar joriy ta'mir yoki kapital ta'mirdan chiqarilishi ham rejalashtirilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan yig'ilishda har haftada kamida bir kunni sport kuni deb e'lon qilib, hokim bosh o'sha tumandagi barcha mutasaddilar chiqib sport bilan shug'ullanishi belgilab berildi. Uchlola sport majmuasida turibmiz, Shayxontohur tumanida. Bugun tumanimizda barcha tashkilotlar, tizim tashkilotlari, umuman tuman tashkilotlari o'rtasida voleybol musobaqasi o'tkazilyapti. Men aytgan bo'lardimki, hozir xodimlarning, umuman mutasaddilarning shug'ullanishi kayfiyati ham o'zgardi. Umuman o'ziga bo'lgan munosabati ham o'zgardi. Shuning uchun bunaqa tizimli ishlarni albatta davom ettiramiz. O'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tuman hokimlari oldiga har bir maktabda sport to'garaklari uchun yetarlicha sharoitlar yaratish, shuningdek to'garaklarga qamrov darajasini yanada oshirish vazifasini qo'ygan edi. Shayxontohur tumanida mazkur yo'nalish bo'yicha 35 ta umumta'lim maktabidan 31 tasida olimpiya sport turlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu klublar qoshida 96 ta sport guruhlari tashkil etilib, ularga 1518 nafar o'quvchi yoshlar jalb qilinib, mashg'ulotlar olib borish uchun 84 ta malakali jismoniy tarbiya o'qituvchilari biriktirildi. O'tgan yili mana Davlat xavfsizlik xizmati kubogida respublika bosqichida g'olib bo'lgan jamoamizga sovg'a sifatida davlatimiz rahbari tomonidan yangitdan mini futbol maydonchasi yana bir qo'shimcha qurib berilyapti. Hozir qurilish ishlari 60% ga yakunlangan. 2025-yilda o'tkazilgan Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqalarida Shayxontohur tumani sportchilari, ya'ni erkin kurash va taekvondo VTF sport turlari bo'yicha respublika miqyosidagi musobaqalarda faxrli, sovrinli birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni egallagan. Shayxontohur tumanida aholi o'rtasida ommaviy sportni targ'ib etish ishlari ham yo'lga qo'yilgan. Bu borada mahallalarda infratuzilmani yanada takomillashtirish maqsadida qurilayotgan mini futbol, workout kabi sport maydonchalarining o'rni katta bo'layapti. Avvallar shug'ullanaman deb chiqardik, 4 ta turbani bir-biriga qovushtirib, turnir qilardik, o'shanga osilardik. Endi oxirgi paytda mana prezident tashabbuslari bilan bizning mahallada shunaqangi workoutlar qurildiki, odamlar chiqib nihoyatda xursand bo'lib shug'ullanishyapti. Men o'ylaymanki, shunaqa workoutlarni juda ham ko'paytirishimiz kerak. Hamma mahallalarda shu narsani ko'paytiradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, mahallamiz yoshlarimiz kelajakda sportga bo'lgan chanqoqligini shu bilan qondirgan bo'lardi. Shayxontohur tumanida aynan xotin-qizlarni sportga keng jalb etish ishlari izchillik bilan amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 5 tashabbus olimpiadasi hamda ommaviy sport tadbirlari doirasida joriy yilning birinchi choragida o'tkazilgan 31 ta sport musobaqalari va tadbirlariga jami 3328 nafar ayollar va qizlar qamrab olindi. Bitta aksariyat hamma ayollarimiz har kuni sport bilan shug'ullanadi. Bemalol ayta olaman, chunki Shayxontohur tumanida e'zozli ayollar guruhi tashkil topgan. Bu sportchilar guruhi bo'lib, bular har kuni tongda 100 dan ortiq ayollar bilan 5000 qadam yurib, badan tarbiyasi bilan shug'ullanishadi. Sport yosh tanlamaydi. Sport bilan hamnafas bo'lsak, har doim sog'lom turmush tarzini tutamiz va dori-darmonga muhtojligimiz bo'lmaydi. Shayxontohur tumanida 51 ta mahalla bo'lsa, 51 ta mahallamizda deyarli barchasida yerli mahallalardan tashqari sport maydonchalari va bolalar maydonchalari, workout zonalari qilingan. Birgina Yangi Komona mahallasining o'zida 3 ta sport maydonchasi
to'rtta bolalar maydonchasi va ikkita workout zonalar tashkil qilingan. Men ochiq gap boshida bunchalik aholidan qiziqish bo'ladi deb o'ylamagan edim. Bu sharoitlarni qilganimizdan keyin o'tga nafaqat yoshlar, balki yoshi katta mo'ysafid onaxonlar ham chiqib sport bilan shug'ullanib o'zlarining sog'lig'iga e'tibor qaratayotganlarini ko'rdim. Hurmatli prezidentimiz juda ham zo'r imkoniyatlar, sharoitlar qilib berganlar bizga. Keragidan ko'p miqdorda bizda pul shakllanadi mahalliy byudjetimizda. Uni hisobidan bizning imkoniyatimiz ham, moliyaviy imkoniyatimiz ham hammamiz yetarlicha o'rta futbol, voleybol, basketbol, shaxmat yo'nalishi bo'ladimi? Barcha yo'nalish bo'yicha biza hokimiyat tomonidan qo'llab-quvvatlashga, tegishli shart-sharoitlar yaratishga tayyormiz. Hurmatli prezidentimiz tomonidan umuman ommaviy sport turini rivojlantirish, uni qo'llab-quvvatlash borasida berilgan topshiriqlarni Shoxontohur tumanida to'liq amalga oshirilishini men hokim sifatida kafolatlayman va albatta buni o'zimdan boshlab bajarishni boshlayman. Umuman olganda poytaxtimiz tumanlarida amalga oshirilayotgan islohotlar aholi salomatligini mustahkamlash, yoshlarni barkamol etib tarbiyalash hamda yuqori natijalarga erishadigan sportchilarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.